9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyati, sohaviy xizmatlari, hududiy tuzilmalari rahbarlari hamda profilaktika inspektorlari o'z hududlarida istiqomat qilib kelayotgan jinoyatchilikka qarshi kurash, huquqbuzarliklarning oldini olishda sidqidildan mehnat qilib, ayni damda nafaqa gashtini surayotgan faxriylarimizning xonadonlariga tashrif buyurishdi. Xususan, Ichki ishlar vazirligi akademiyasida uzoq yillar davomida xizmat qilib, zarur kadrlarni tarbiyalashda o'z bilim va salohiyatini ayamagan Abduvali Hamdamovning xonadonida bo'ldilar. Ichki ishlar organlari xodimlari, shogirdlari ustozni bayram bilan tabriklab, soha rivoji yo'lida qo'shgan beminnat hissasi uchun minnatdorlik bildirib o'tdilar. Tinchlik va osoyishtalikni saqlash, yurt ravnaqi va farovonligini ta'minlash yo'lida mehnat qilgan fidoyi xodimlarimiz va faxriylarimiz hamisha yodimizda va e'zozimizda. Ularning qonun ustuvorligi, huquqiy davlat barpo etish yo'lidagi mashaqqatli va zalvorli xizmatlari, tajribalari bugungi yosh xodimlar uchun hamisha ibrat maktabi bo'lib qoladi. Ana shunday e'zozga munosib faxriylardan yana biri 2012-2015-yillarda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimida xizmat qilgan iste'fodagi general-mayor Mirsamad Adilov. Tabriklash jarayonida uning poytaxt tinchligi va osoyishtaligini saqlash yo'lidagi ko'rsatgan xizmatlari, tajribasi bugungi yosh xodimlar uchun o'rnak va namuna bo'lib qolishi alohida ta'kidlab o'tildi. Shu kuni har bir faxriyning jinoyatchilikka qarshi kurash, huquqbuzarliklarning oldini olish, xizmatni takomillashtirish, samaradorligini oshirish borasida qo'shgan hissalari ta'kidlanib, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining tabriknomasi o'qib eshittirildi. Bosh boshqarma tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'linmalari xodimlari tomonidan shu kabi 11 mingdan ortiq ichki ishlar organlarida xizmat qilib nafaqaga chiqqan faxriylar holidan ham xabar olindi. Shuningdek, xizmat vazifalarini bajarish chog'ida halok bo'lgan xodimlar xotirasiga chuqur ehtirom bildirilib, oila a'zolariga yana bir bor hurmat va minnatdorlik izhor etildi. Rahbariyatning tabrigi yetkazildi. Xotira mangu, qadr bebaho. Garchi aksariyat xodimlar bugun safimizda bo'lmasa-da, ularning jasorati, vatanimiz va xalqimiz manfaatlari himoyasidagi mardliklari hech qachon unutilmaydi.